Assalomu alaykum. Hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Mana bu alyumin, mana bu bakilashga solamiz. Mana bu adnoxloristli yod. Bu hozir kelasi reaksiyaga kirishadi, tomosha qilasizlar. Xonadagi infeksiyani o'ldirish uchun, hatto kileshga ham ta'sir qiladi, hatto koksidiozga ham ta'sir qiladi. Bu xonani hozir mashin bilan dimlaymiz. Bundan ikkita bor. Hozir birinchisini o'zini solib ko'ramiz. Mana shu doza yetadigan bo'lsa, ikkinchisini solmaymiz. Tomosha qilinglar. Tovuq fermalar, qo'y, mol fermalar, quyon fermalar mana shu narsa bilan har doim ishlatishinglar kerak. Ko'pchilik bilmaydi buni. Adnoxloristli yodni biz hozir bu 100 gram soldim. Hozir ko'rasizlar, bir pas turadi, hozir bijillab ketadi. Videoni pauza qilib qo'ying, keyin bijillaganda ko'r. Mana qaranglar, boshlanyapti. Xonadan chiqib turish kerak bunaqa paytda. Quyonlar joyida turaveradi. Quyonlar joyida turaveradi. Ovozini eshitasizlar? Mana boshlanyapti. Hozir yaxshilab reaksiyaga kirishib olgandan keyin tomosha qilasizlar. Mana shunaqa kontentlarni Eurocrolda kuzatib boringlar, like, comment bosib qo'yinglar. Ikkinchisini sog'amiz. Общий 200 gram bo'lyapti. Qo'lingizga tegib ketmasin faqat. Mana alyumin ko'mildi. Jarayonni tomosha qilib turinglar, o'tkazib yubormanglar. Qaynayapti. Bakilashkamiz kichkinalik qilyapti, to'kilyapti. Bundan chiqamiz, eshiklarni yopamiz. 15-20 minut dimlanadi. O'zi nafas olmayapti. Yoping. Bundan ham kuchliroq doza qilsa bo'ladi, uning uchun quyonlarni olish kerak. U xonani dezinfeksiyasi uchun qilinadi. Mana xona juda ham bakteriya bosib ketsa. Ko'rasizlar, hozir eshikni yopamiz. Mana shunaqa videolarni tomosha qilasizlar Eurocrolda.